Azizlar, Strouz jamoasi Qashqadaryo Kasbi tumanida Kasbi City'ni oldiga 100 tonnadan 200 tonna bo'lgan hovuz qo'yishyapti. O'sha suv uchun mo'ljallangan. Ustakalamizga respekt sababi u. Mana o'zlar suvlarni qo'yib, aralashtirib, me'yor yetkazib qo'yishadi. Strouz jamoasi ishlashyapti bu yerda. 3 metrga afalatgan balandligi ustakalamizga so'radik. Qoyilligin issiq bo'lishiga qaramasdan mana shunday ijod, halol mehnat deganda qo'llarni dast qo'ymasin, like bosib qo'yasizlar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Instagramga Xonamat TV'sida chiqadi. Videolarni chiqarib boramiz barchasini. Sizga kerak bo'lgan qurilish narxlari, ish jarayonlari, qanday bo'lyapti, razmerlar hammasini aytib o'tamiz. 200 tonnalik hovuz mana jarayon. Strouz jamoasi ishlashyapti. Nasib bo'lsa nomerlar aloqa chiqaverasizlar. Kelishib chiroyli qilib to'lab berishadi. O'sha patkul chamasi beton, faqat xizmat Qashqadaryo bo'yicha, Qarshi shahar, Koson, Kasbi bo'yicha xizmat mavjud. Sababi ikkita mikser bor, texnikalar bor, 3-4 ta. Mana shu yaqin atrofga nima deydi? Qo'yish imkoniyati mavjud. Kuzatib boraylik, jarayonlarni ko'rsataman. Avkalar qo'yilgan, chiroyli qurishgan, ama svarka ham qilib kechibdi mana bu joylarni. Katta bosim bo'ladi, mikser bilan quygan payti. Shu ikkita mikser ishlayapti bu yerga. Ezmes quyib, nasib bo'lsa 7-may bugun 2026-yil. Jarayonlarni Instagramga kuzatib olsangiz bo'ladi. Mana admin bemalol murojaat qilaverasiz telefon raqamlariga. 24/7 deydi xizmatdan. Instagramga nasib. Ishlarni boshdan narx-navos haqida telefon raqam orqali gaplashib olasizlar. Bu 2 kubali mikser. 1 kubalik ham bor, boshqa obyektga. Hozircha mana shuni ishlashyapti. Jarayonlarni kuzatib boringlar, nasib bo'lsa. Instagramga ham joylab boryapmiz. Qisqa video. Qaysi platforma yo'qsa o'shandan ko'rib boraverasizlar bemalol. Hammaga omad topganlaringizga Alloh baraka bersin. Strouz jamoasiga bemalol murojaat qilaveringlar. Jarayonlarni yoritib boraveramiz. Omad barchaga. Qo'lligini ko'rib turibsizlar. 100 tonnadan 2 ta, 200 tonna. Ustakamizga gilamni mana murojaat qilaverasizlar. Chiroyli qilib xonadonlarni bitkazib berishadi. Ko'ngildagidek qilib. Hozir yangilik bo'ldi Strouz jamoasiga, sababi mana bunday temir apalakkalardan Lego apalakka olib kelishdi o'zidan. Juda ham chiroyli chiqadi. Nima deydi? Idealni, bu ham zo'r, bu ham yangilik bo'ldi. Nasib bo'lsa jarayonlarni bu bilan ham ko'rsatib boraveramiz. Kuzatib boringlar, omon bo'linglar. Beton xizmat bo'lsa murojaat qilaverasiz.